Salom K-pop ishqibozlari. Bugun biz siz bilan 2026-yil Grammy nominatsiyalari haqida gaplashamiz va aynan K-popdagi ayollar qanday tarix yozayotganini ko'rib chiqamiz. Blackpink, Huntrix va Katsuye barchasi bu yil Grammy'da nomzod bo'ldi. Qaysi qo'shiq reytinglarni zabt etdi? Kimlar tarixda birinchi bo'lishi mumkin? Barchasini shu videoda bilib olasiz. K-popdagi ayollar 2026 Grammy nominatsiyalarini zabt etdi. 2026-yilgi Grammy nominatsiyalari juma kuni e'lon qilindi. 68 yillik Grammy mukofotlari nominatsiyalari juma kuni e'lon qilindi va bir nechta K-pop artistlari, shuningdek bir global qizlar guruhi eng yuqori toifalarda katta imkoniyatga ega bo'ldi. Eng qiziq tomoni shundaki, bularning barchasi ayollar tomonidan amalga oshirildi. Yil boshida kinofilm va musiqa bo'yicha katta muvaffaqiyatga erishgan K-pop Demon Hunters filmi o'zining Golden qo'shig'i bilan yil qo'shig'i va eng yaxshi pop duo guruh ijrosi nominatsiyalariga sazovor bo'ldi. Bu qo'shiq Ejay, Henry Nuna va Ray Ame ijro etgan va filmning o'yin qahramonlari Huntrix guruhlari ovozlari bo'lgan. Blackpink memberi Rose ham Bruno Mars bilan birga APT qo'shig'i bilan yil qo'shig'i va yil rekord nominatsiyalarini oldi. Shu bilan birga ular eng yaxshi pop duo guruh ijrosi nominatsiyasiga ham sazovor bo'ldi. Shuningdek, Los Anjelesdagi global qizlar guruhi Katsuye ularning musiqasi va raqs harakatlari K-pop super yulduzlaridan ilhomlangan eng yaxshi artist va eng yaxshi pop duo guruh ijrosi nominatsiyalarini oldi. Agar ulardan biri Grammy g'olibiga aylansa, bu tarixda birinchi bo'lishi mumkin. Chunki ilgari BTS guruhidan tashqari hech bir K-pop artisti Grammy sovrinini qo'lga kiritmagan. Golden qo'shig'i Ejay va Mark Sonnenblack tomonidan yozilgan va Billboard Hot 100 chartida ikkinchi o'rinda turib, 19 hafta davomida ro'yxatda qolmoqda. Golden 8 hafta davomida Hot 100 listida birinchi o'rinda bo'lgan. Avgust o'rtasidan oktyabr o'rtasigacha va hozirda Billboard Global 200 chartida 18 hafta ketma-ket birinchi o'rinni egallab turibdi. Singer-songwriter Ejay K-pop Demon Hunters filmidagi Rumi qahramoni ovozini bergan. Qo'shiq qanday yaratilgani haqida Gmailga shunday deydi: Biz uni shunchalik tez yozdik. Qo'shiq so'zlari Gonna be golden ham juda tez paydo bo'ldi. Film Huntrix guruhining Rumi, Mira va Zoe qahramonlarini kuzatadi. Ular maxfiy shaxsiyatlari bilan muxlislarni sirli tahdidlardan himoya qilishadi. APT qo'shig'i ham 2024-yil oktyabr oyidan beri mashhur bo'lib kelmoqda. Sizlarga ulashmoqchi bo'lgan xabarlarim shulardan iborat edi. Kanal rivoji uchun like va podpiska tugmalarini bosib qo'ying va keyingi videolarni kutib qoling.